Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan HSK birinchi darajadagi kitobning ikkinchi mavzusi bilan tanishib chiqamiz. Demak, biz boshladik. Ikkinchi mavzu Sejeni, ya'ni rahmat, senga rahmat. Biz ikkinchi mavzuni o'qishimizni boshlashimizdan oldin boshlang'ich bo'g'inlar, boshlang'ich harflar va oxirgi harflarni qo'shimcha tarzda yana o'qib, audiosini eshitib, tushunishga harakat qilishimiz kerak. Demak, audioni eshitamiz. 声母二 Initials 2. Zh, ch, sh, r, z, c, s. 韵母二 Finals 2. O, u, an, yan, wan, yuan, en, yin, wen, yun, ang, yang, wang, ying, weng, ong, yung. Demak, mana shu audioni yana qayta eshitib, o'zimiz mustaqil ravishda qayta takrorlaymiz, o'rganamiz. Bu boshlang'ich so'zni boshida keladigan harf, undosh harflar, bu unli harflar birikmasi. Ikkalasini qo'shsak, misol uchun zhou, hui, jui, sui. Misol uchun mana shunaqa so'z kelib chiqadi. Ikkinchi rasmda rasmga qaraymiz va audioni 看图片，朗读下列 bu 单音 rasmda 节词语。 rasmga qaraymiz va bir bo'g'inli Look at the so'zlarni pictures and read audiosini the eshitib monosyllabic words qayta aloud. takrorlaymiz. 三、山、中、阳、陵、菜、手、熊、云、星、圆、人、船、床、吃、热。 Demak, e'tibor beramiz. San bu uch, shan bu tog' degani, chong soat, yang bu qo'y, ling bu nol degani, sai bu ovqat, shou bu qo'l, barmoq qo'l, xiong ayiq, yun bu bulutlar, xing yulduz, yuan bu renminbi, ya'ni Xitoy pul birligi. Yuan, jin odam, chuan bu qayiq, chuang bu krovat, chi bu yemoq, shi bu issiq. Mana bu yerda ketma-ketlikda shuni xitoycha yozilishi. Bu hieroglif, mana bu esa pinyin qanaqa o'qilishi va mana bu yerda rasmlari. Demak, buni ham lug'atga yozib, o'zimiz mustaqil o'qiymiz. Keyingi betda rasmga qaraymiz va turli bo'g'inli so'zlarni o'qishga harakat qilamiz. Birinchi rasmda misol uchun muzlatgich, ikkinchi rasmda tuxum, uchinchi rasmda mashina haydovchisi va keyingisi bu koptok, ya'ni futbolni koptogi, undan keyin aeroport va tog'ga chiqmoq, climbing va qo'l soat va oxirgisi pandalar. Hozir audioni eshitamiz va uni ikkinchidan qayta takrorlaymiz.
看图片，朗读下列双音节词语。 Look at the pictures and read the disyllabic words aloud. 冰箱、鸡蛋、司机、足球、机场、爬山、手表、熊猫。Mana shularni hammasi bu ikki bo'g'inli so'zlar iyeroglif hisoblanadi. Mana shunaqa ikki bo'g'inli. Misol uchun muzlatgich demoqchi bo'lsangiz, siz ikkita iyeroglifga yozishingizga to'g'ri keladi. Misol uchun bing iyeroglifni va xiang iyeroglifni va ikkalasi birlashib bitta so'zni hosil qiladi. Chi tovuq, tan tuxum. Tovuqni tuxumi, tovuq. Shunaqa. Chi bu mashina, chang bu maydon. Ya'ni shunaqa mashinalar maydoni. Pa bu fe'l, nima qilmoq, tepaga chiqmoq, ko'tarilmoq. Shan bu tog', tog'ga ko'tarilmoq. Shunaqa ma'noda o'rgansa bo'ladi. Zu misol uchun koptok, zu bu futbol, zuvchiyo, tiyuzuvchiyo, zuvchiyo bo'lsa, chiyo bu koptok. Koptok, futbol o'ynaydigan koptok. Va endi xitoy tilida biz aytdik, xitoy tilida 4 ta ton bor deb. Lekin istisno tariqasida bu 5-chi ton. Chimishim, ya'ni qisqa va yumshoq. Ya'ni unda ton bilinmaydi. Misol uchun biz 5 ta shkalada aytsak, u shkalasiz. Misol uchun mama, yeye, nayna, baba. Misol uchun da oxirgi ikkinchi bo'g'inda chimishim, ya'ni qisqa keladi va juda ham yumshoq. Uni nechinchi tonligini bilib bo'lmaydi. Misol uchun biz aytolmaymiz. Ma. Misol uchun 4-chi tonni bilsak bo'ladi. Lekin ba'zi so'zlarda shunaqa chimishim, ya'ni qisqa va yumshoq ohang, ton bo'ladi. Unda aytish kerak emas. Bular istisno tariqasidagi so'zlar. Bu boshlang'ich darajada, yuqori darajada albatta bundan ko'proq so'zlar bo'ladi. Ya'ni xitoy tilida agar siz 4 ta ton bor desangiz, to'g'ri, lekin 5-chi tonni ham bilsangiz, nur ustiga ala nur bo'ladi. Endi keyingisi. Bo'g'inlarni o'qing va neytral ohangga, ya'ni chimishim, ya'ni qisqa va yumshoq ohanglarni qanday o'qilishiga e'tibor bering. Mana bu yerda pinyin, iyeroglifni pinyinlari qanaqa o'qilishi, hozir audioni eshitib, uni ketidan qaytaramiz. 朗读下列音节，注意轻声的读法。 Read the syllables aloud and pay attention to the neutral tone. 桌子、房子、椅子、柜子、他们、人们、我们、弟弟、衣服、儿子、喜欢、认识、先生、朋友、晚上、漂亮。 Demak, mana shu audioni eshitib, o'zimiz qayta takrorlaymiz. 桌子、房子、椅子、柜子、弟弟、认识、漂亮、晚上、喜欢、儿子、朋友、先生、衣服. Misol uchun mana shularni hammasini ikkinchi bo'g'ini bu chimshim, ya'ni yumshoq va qisqa ton. Va keyingisi. Bu bo'g'inlarni o'qiymiz va turli ohangga e'tibor beramiz. Misol uchun, 2-chi ton, 1-chi ton qanaqa o'qilyapti birgalikda. Audio orqali eshitib, qayta takrorlaymiz. 朗读下列音节，注意声调标注的位置。 Read the syllables aloud and pay attention to the positions of the tone marks. 学校，帮忙，
篮球，女儿，游泳，手表，终于，公司，时间，身体，考试，国家，报纸，好吃，谢谢，客气。Mana audioni eshitdik va shu orqali yana biz qayta takrorlab har xil bo'g'ili so'zlar bitta so'zda har xil onli so'zlar bo'g'inlar bitta so'z bo'lib kelayotganda qanaqa aytilishini talaffuz qilishini audio orqali eshitdik. Demak, endi istisno holatga e'tibor beramiz. Mana bu yerda I, O, U, E, I, U, E, N shunaqa yozilsa, pastda ular o'qilsa shunaqa yoziladi. Misol uchun, hui, un, yui, ui, iu, u, i, u, n deb yoziladi. Misol uchun, tyu, tyu, syu, misol uchun, yo'qotmoq, to'qqiz yoki dam olmoq. Mana bunaqa ko'rinishda o'zi bo'ladi pinyin. Lekin biz yozishda D, I, U yozamiz. J, I, U yozamiz. Shunaqa holatda. Misol uchun, to'y. Misol uchun, uey yoziladi. Uey, to'y. Uey. Mana udan oldin V bo'ladi. To'y. Uey. U, I yoziladi. Misol uchun, lun, un, lun, kun, kun. Aytyapmiz biz, lekin yozayotgan paytda u ne yoziladi. Mana shunaqa istisno holatiga e'tibor bering va keyingi darsda albatta fonetika mavzusida buni chuqurlashtirib o'rganib olamiz. Endi yana qo'shimcha so'zlarni qanaqa talaffuz qilishga e'tibor beramiz. Audiosini eshitib qayta takrorlaymiz. 朗读下列音节，注意韵母省写的部分。 Read the syllables aloud and pay attention to the abbreviated finals. 休息，睡觉，轮船，牛奶，啤酒，昂贵，留言，开会，讨论，足球，伦敦，湿润，惭愧，水果，陶醉，顺利。 Mana audioni eshitdik. Endi shuni o'zimiz yana qayta takrorlaymiz. Misol uchun mana birinchisida syusi. Syusidagi si bu tonsiz, ohangsiz, ya'ni ching-shang bo'lib kelyapti. Shuijiao ikkalasi ham 4-chi ton. Lun, mana bu yerda un. Biz yozyapmiz, lekin aytayotganda lun, lun chuan, nyon, nay. Mana shularga e'tibor berishimiz kerak. Buning uchun pi, jiu, I, O, U yozib aytiladi. Pi, jiu, lekin yozishda I, U yoziladi. Mana shu narsaga e'tibor beramiz va qayta takrorlab baland ovozda yodlaymiz. Keyingisi, mana bu dars davomida ishlatishimiz mumkin bo'lgan so'z birikmalari. Hozir audioni eshitamiz va baland ovozda takrorlaymiz. 课堂用语， Classroom expressions. 打开书，请大声读，再读一遍，一起读。有问题吗？ Mana audioni eshitdik. Endi
Tarjima qilamiz. Da kai shu kitobimizni ochamiz. Kitobni oching. Qing da sheng du. Iltimos baland ovozda o'qing. Zai du yi bian. Yana bir marta o'qing. Yi qi du. Mana bu yerga e'tibor beramiz. Bu alohida bitta mavzu. Mana bu yerda yi va yi bittasi ikkinchi ton, bittasi to'rtinchi ton. Lekin ikkalasi ham bitta hieroglif, to'g'rimi? Bu albatta bitta grammatika. Bundan keyingi keladigan ton qanaqaligiga e'tibor berishimiz kerak. Buni keyingi mavzularda o'rganib, batafsil ma'lumot olamiz. Qanaqa ishlatishni o'rganamiz, qo'llashni kundalik hayotda. Hozir mana shu narsani jodlaymiz va dars davomida ishlatamiz. Endi hieroglifni qanday oson yoza olamiz? Demak, o'tgan darsda biz o'rgandik. Xing, shu, tian, pie, na. Endi qo'shimcha ravishda, ya'ni qanaqa chiziqlarning nomi bor. Tayoqchalar. Xingzhi, shuzhi, shugou. Misol agar og'iz so'zini yozmoqchi bo'lsak, xingzhi. Mana bu yerda shu, xing, og'iz bo'ldi. Yoki zhi, quyoshni yozmoqchi bo'lsak. Xingzhi, shu, xing. Shunaqa holatda. Bu quyosh. Va keyingisi shuzhi, bu pastdan tepaga. Mana shu, zhi va tepada shu. Endi bu yerda xing yoki tian. Endi bunisi keyingisi chu, ya'ni ko'chaga chiqmoq ma'nosida, to'g'rimi? Shu, zhi, tian, shu, zhi, xing va tian. Mana chu bo'ldi. Va keyingisi shu gou, bu tin, ya'ni baland qismi. Erkak deb oilani boshi degan ma'noda keladi. Yoki xiao, kichkina. Misol uchun shu gou, tian, tian. Bu kichkina. O'tgan safarda aytgandik. Da mana bunaqa shaklda yoziladi. Bu kichkina, bu katta. Bu ham qo'shimcha hieroglifni yozishda bizga yordam beradigan tayoqchalarning nomlari. Shuni ham o'qib o'rganamiz. Demak, keyingi bu hierogliflar. Misol uchun og'iz oldin qanaqa yozilgan va hozir qanaqa shaklda yozilishi. Va jiyan, ko'rmoq. Qanaqa shaklda yozilgan va hozirda qanaqa holatga kelganligi haqida. Bu tog' haqiqatan tog'ga o'xshaydi. To'g'rimi? Va hozirgi holati. Va kichkina xiao, uchtagina guruch shaklida. Kichkina. To'g'rimi? Va hozirgi holati. Va oxirgisi bu. Yo'q degani negativ ravish. Bu oldin qanaqa holatda bo'lgan, hozir qanaqa holatda kelganligi haqida. Endi ikkinchi mavzuni 第二课 matnlari bilan tanishib o'rganamiz yangi so'zlarni. Lesson 2. Thank you. 课文一 Text 1. 谢谢，不谢 New words. 谢谢。不， Endi o'rganamiz. Xie bu rahmat, bu xie bu ko'chi. Arzimaydi. Arzimaydi degan ma'noda ishlatiladi. Demak, keyingisi. Ikkinchi matnni ham audiosini eshitamiz va tarjima qilamiz. Yangi so'zlarni. 课文二 Text 2. 谢谢你。不客气， New word. 不客气。 Xie bu rahmat sizga, rahmat senga. Va bu ko'chi bu ko'chi bu arzimaydi degan.
谢谢你，不客气，不谢，没事儿. Shunaqa ma'noda ishlasa bo'ladi. Keyingisi bu xayr. Ya'ni xayr xitoy tilida qanaqa aytiladi? Zayjian. Demak, audioni eshitib, ketidan qaytaramiz. 课文3， Text 3. 再见，再见。 New word. 再见。 Demak, bugungi ikkinchi mavzumiz mana shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat. 谢谢大家的观看. Thank you for your attention, guys. 下次见.